Assalomu alaykum hurmatli podpischilar. Navbatdagi obyektimizdan xudo xolasa bitirib oldik. Ko'p santexniklari istoriyada savolat tashladim. Eksperiment etib sinab ko'ramiz deb. Men просто aytib o'tdim uni. Buni boshqa yerlardan luchoy sistemani ulaganmiz, lekin damir kotelni ulamaymiz. Xudo xolasa sizlar qisqa bir video obzor etib tanishtirib o'taman qilingan ishlar bo'yicha. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda luchoy sistemani ulaganmiz. Bu yerda kombinirованный bo'ldi. Görün bo'lsanizlar, görüp bo'lsanizlar, bu smesитель uzilni bize ruşnoy yasaldik. Görüşünüz mümkün, trехходовойdan keyin nasos. Bu yerda avvaldan o'tirilgan tüplü pol var edi, shu tüplü polni o'zini ulab berdik. Zakonniy cho'pga ishlab turibdi. Bu yerda 8 dona radiator bor, 4 alyumin batarya, 4 chugun batarya. Shuning uchun bize böyle sender kotel qo'yishni lozim topmadik. Bu yerda damir ekonom kotel qo'ydik bu yerda. Bu kotel haqida kimga ma'lumot kerak bo'lgan bo'lsa, kommentariyada plus belgisini qoldiringlar. Necha so'm bo'ladi, nerda yasab qolsa bo'ladi, shularni aytib o'taman. Bu yerda shekilda podача оборотga hammasi обычный sistemada ulangan. Bu yerda dishlamator, bunday narsalar bu yerda bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bir dana grizin. Sredний бюджетный variant bo'ldi. Bu yerda bu boshda hozir bu yerda distir suvni podpitga etdik. Arqa kranimiz обычный skvajinadan ozgina bir 2 yil davomida podpitga qilib tursa bo'ladi. 2 yilda xudo xolasa sistemaning suvini bo'kib tashlab tozalashni hammaga tavsiya qilaman. Bu yerda ko'rganlaringizdek avtomat garelka. Hozir garelkani 3-skorsida qo'yibmiz. 3-skorsda 45, почти 45 gradus ko'rsatib turibdi podачада. Hozir bir yandan ikkinchi radiatorni ko'rsatib beraman teplovizorda. Tak, yine görüşlerim mümkün. Teplovizor iş holatında. Bu yerda bu birinchi radiatorimiz bu. 45 gradus luchoy sistema qilib o'tirishlaringizni tavsiya qilaman. Shunda dum cho'tki effekt beradi. Kotelning podачасындagi gradusni beradi. Batarya bo'ladigan bo'lsa, 1-2 gradus batarya bo'ladi. Bu yerda через ulanmagan radiatorlar hammasi luchoy POG sistema deb aytiladi. Hammasi bir xil beradi. 50 gradus berib turibdi. Bu yerda kotelda 45 gradus edi. Shunda esa запальникda turibdi, azgarlik o'chgan. Bu yine görüşünüz mümkün, alyumin batarya. Görüşünüz mümkün, bir de çubuğun batarya. Anlatmamız biri. Bir de aytıp öteceğim gibi 4 tane alyumin batarya, 4 tane çubuğun batarya. Az önce çubuğun bataryanın çekirdek spektrumunu görüyoruz. Çubuğun batarya, bana 50 gradus spektrum tuttu. 50-51 gradus, 58, şu kaç 51 gradus gösterip tuttu. Çok iyi. Uyne ısıtış sistemasıyla ısıtış tizimini koyulan radyatörler, kaysi yaxşı deb so'rasangiz, qaysi effektni yaxshi beradi deb so'rasangiz, savol bo'lsa, birinchi o'rinda chugun batarya bo'ladi. Lekin sistemlar kotellara iloji boricha chugun batarya o'rnatmanglar, tiqilib qolishi tez bo'ladi. Shuning uchun bu yerda biz ekonom damir kotel qo'yamiz. Yana buni ko'rishingiz mumkin, to'g'ri bo'ladi, necha qoldi turibdi, mana chopki. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Shunday sifatida xudo xolasa любой отопление sistemalarni qilib berish xizmatlarimiz bor. Hurmatli podpischilar, shu bilan xudo xolasa videomiz yakunlayman. Yana bir narsani aytib o'tdik. Kimlar shu ekonom kotel, damir kotel qiziqarli bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada plus belgisini qoldirib ketinglar. Keyingi videolarda xudo xolasa nega keltirishini, nishatik uchun farq qilib ketirishlarini, nega sotilishini, necha so'm to'ldirishini keyingi videolarda xudo xolasa aytib ketaman. Bu bir. Keyin bizning xizmatimiz turlarida yangilik kiritildi. Xudo xolasa shunday sistema kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, описаниеda telefon nomerini qoldiraman. Bemalol telefon murojaat qilaverasizlar. Xohlasangiz material bilan, xohlasangiz materialni o'zingiz olib bersangiz ham bo'ladi. Bemalol telefon murojaat qiling. Mestasına borib, o'lchab, hisob etib, общий ustavkasi bilan общий summani aytib bersangiz, sizni kerakli bir samorizani ovora qilmay, hamma materialni o'zingizdan aytkalib, chiroylatib, tuzatib, garantiya qo'yib, topshirib berish xizmatlarimiz toza yo'lga qo'yildi. Yana kim qiziqarli bo'lsa, o'shada 8 toshga bo'ldi. Shundan necha so'm pul bo'lganini kommentariyada so'rab yozib qoldirsangizlar, men shuni yozib qoldiraman. 8 toshga bir batareya, общий to'pli kollektor, kotelni общий средний byudjetdan necha so'mga tushdi. Ko'pchilikda shunday hozir savol paydo bo'lib turibdi. Sredний kotellar tez yiqiladi, tez buziladi. Agar damir kotel qo'ysam, расход ko'payib ketadi. Yo'q. Damir kotel qo'ysam, расходni kamaytirsa bo'ladi. Avtomat garelka bo'ladi, pol avtomat. Xullas, shu sistema koteldan 5-10% gazni ko'p sarflashi mumkin, lekin ishning o'rtasida sizda kotelingiz buzilib qoldi degan muammosi bo'lmaydi. Xudo xolasa bemalol murojaat qilaverasizlar. Videom yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosib ketishni unutmang. Bu siz uchun qiyin emas deb o'ylayman.